Hozir mana shu ko'rayotgan videolarni men Ray-Ban'ni Meta ochkisi olma, sifati lekin juda ham zo'r ekan, menga yoqdi. Hozir shuni afzalliklari haqida gaplashamiz. Ko'rayotganinglardek, bugungi obzorimizda Ray-Ban Meta ochkisi. Xo'p, case haqida gaplashsak, juda ham zo'r dizayn qilgan, rangi jigarrang kojadan foydalangan ekan. Mana bu yerda ham indikatori bor. Mana shu indikator yonar ekan. Orqasida xuddi AirPods'ga o'xshab knopkasi bor. Boshida ulash uchun mana shu bosib turiladi, tagidan zaryadka oladi. Endi ichini ochsak, mana bu Ray-Ban Meta yozuvlari bilan mana bu yerga ochki tushadi. Mana shu orqali zaryadka oladi ochkimizni. Endi buni nima funksiyalari bor va dizayni haqida gaplashsak, hop mana bu ikkita chetida kamerasi bor. Bu rasm va video olish uchun mo'ljallangan va ochkini taqqanimizdan keyin mana bu ikkita yonida kolonkasi bor. Bunda telefonda gaplashsanglar ham bo'ladi va bu narsa eshitsanglar ham bo'ladi. Shu ovozlarni yaxshi eshitish uchun va mana ikkita chetida kichkina mikrofonlar bor. Bu Metaga qanaqadir komanda bergan yoki telefonda gaplashayotganingizda ovozinglarni yozish uchun mo'ljallangan kichkina mikrofonlar. Endi bu ochkimiz telefonga qanaqa ulanadi desanglar, Play Market yoki App Store'da mana o'zini prilojeniyasi bor. Meta AI degan, o'shani ko'chirib olasizlar va Bluetooth orqali ulanadi va bu ko'zoynakni taqqanimizda xuddi AirPods'dan taqqanda ulanadi-ku, bu ham xuddi shunaqa ulanib ishlashga tayyor bo'ladi. Endi ochkimizni taqqanimizdan keyin mana bu chet tepasida knopkasi bor. Shuni bitta bossanglar bu rasmga oladi yoki bosib tursanglar 5 sekundcha videoga olish boshlaydi va videoni to'xtatmoqchi bo'lsanglar, shuni bosib yana to'xtatasizlar. Mana yonida sensorli paneli bor. Bu narsa eshitayotganingizda yon tarafga sursanglar, bu yoq oldi tarafga sursanglar ovozni ko'taradi va orqaga sursanglar ovozni pasaytiradi. Batareykasi to'liq zaryadka bilan 4 soat ish vaqtini ta'minlab beradi. Bu ochkini o'zi akeysi bilan bo'lsa 32 soatga yetadi. Endi sizlar Ray-Ban Meta ochkisini fursatdan nasiya savdoga ham xarid qilsanglar bo'ladi.